Biz hozir mana bugun 8-aprel Bahrom akaning xonadonlariga keldik, qurilayotgan ekan. Bir chiroyli, zo'r, havas qiladigan joy ekanda. Qayerda edi bu? Solnishiydi. Solnishiydi. Ana. Birinchi shu menga kirganda endi yoqqan narsani men bu to'sinlarni qarang. Bir xil terib qo'ygan, razmer bitta. Ham usti tozalangan, razmer bir xil. Foydasi endi o'sha bir xil bo'lgandan keyin nima alikapon qiladimi, nima plastik qilib, nima qilsa ham usti qiynalmaydi. Urvinga bittaga oladi. Gul qilib qo'ydilar. Gul qilib qo'yibdilar. Ana keyingisi mana bambaligina qalan abrishotkalarni qilgan, bir xil toza mol ishlatgan. Qurtlar tushmaydi usti tozalangandan keyin. Garbilla yo'q, boshqa yo'q. Tekis chiroyli chiqqan. Undan tashqari bambaligina g'ishlarni ichida ham ovoyligi, energiyasi bergan ish. Ham zo'r, haligi o'zi uchun qurganda. Vitraj, hammasi vitraj, yorug'lik yetarli bo'ladi, havo yetarli bo'ladi. Eng hozirgi zamonning talablarida endi joylar hozir qisqaryapti, yorug'lik ko'proq kerak, havo ko'proq kerak. Rosa bir did bilan qilgan ekan. Oshxonalar, bu yoqda orqalarini endi hali keyin ko'rsatamiz. Bu mana bunaqa radiatorlarni qo'yib qo'yibsizlar, bu okey. Royal, manbalik materiallar. Bularni endi bir bizdan obunachilik ish qilyapsiz-da. Nimaga bu qo'yilgan bu mana? Radiator Royal, Terraplex, SPK truba, Pilsa shlankalar. Shular haqida bir haligi qilsangiz. Kombinirованный bo'lyapti. Kombinirованный deganimiz ham radiator, ham to'plepol. Radiatorlarimizda termogolovkalar bor. Termogolovkalarni qo'yilish sababi, bundan keyin o'sha foydasi xonaga kerakli temperaturaga qo'yishga qulayligi bor. Ham masalan termogolovkadan oldingi ishlarimizda termogolovkasi yo'q xonalarda, masalan, o'sha kotyolga bitta temperatura berilsa, agar 60 mi, masalan 65 mi, 70 gacha deylik. Qaysidir bir xonada o'sha diskomfort bo'lardi, isib ketib, o'sha xonadonning egasi o'sha xonani forchkasini, oynasini ochishga, haligi romini ochishga majbur bo'lardi. Undan keyin rasxod ko'payadi. Buni endi qo'yilishdan maqsad o'sha ekonom birinchi o'rinda, mana hozirgi paytda foydasi katta. Hali 5-6 ta 10 ta xona bo'lsa, keraksizini ham o'chirib qo'yaveradi. Keyin mana har bitta xonaga mana ko'mpni datchiklar, bular ham o'sha hozirgi zamonning talabi. Bular o'sha Wi-Fi orqali boshqariladi. O'sha kerakli xonani ishlatib, kerak emas xonani temperaturasini past qilib, ekonom. Kotyol ham o'sha zamonlab ishlaydi ham. Hammasi baribir ekonomga borib taqalyapti. Keyin montajda bu yerda Penaplex, Kokeylar bilan ishlatishimiz bir anaqasi mana oldilari sintifon tashir deydi. Sintifondan foydalanardi. Sintifonda va yillar o'tgan sari baribir o'zining xususiyatini yo'qotardi, ham unaqa issiqlikni ushlab bera olmasdi, o'tib borardi. Bular bo'lsa zichligi ancha anaqa yuqori, ham issiqlikni iloji boricha yuqoriga, tepaga beradi. Issiqlik ushlaydi ham. Bu ham o'sha rasxodni kamayishiga ekonomga ishlaydi. Ekonomni limitdan chiqib ketmaysiz-da. Shunaqa. Turbalarimiz izolyatsiya qilinyapti haligi. Hali Kokeylar bilan izolyatsiya qilinyapti. Shlankalar. SPK shlanka, Pilsa haligi. Keyin kollektorlar haqida ham, kollektorlar bu Pilsalarga rasodomerniy kollektorlar qo'yilyapti. Mana shundan yo boshqami? Platinummi? Platinum o'sha Xitoy o'sha fabrikasiy bir anaqalari. Termogolovkalar ham platinum. Bu anaqa kompaniya datchiklarimiz ham. Bu zavodskoy mol. Keyin o'sha rasodomerniy kollektorlar, ular ham o'sha anaqa termogolovka qo'yiladi, ular ham o'sha har bitta xonaga kompaniya datchik orqali boshqarilgandan keyin rasxodlagan yana baraka toping. O'zi mana hozir mana yig'yapsizlar men bilan. U ani narigi 3-4 kun oldingi obyektimizni chizib, o'rnini chiqarib, bu yoqda ham shunaqa qilasizlar. Tartibi qanaqa bo'ladi o'zi? Hozir endi birinchi qiladigan ishinglar bu yoqda mana. Haligi ishtirok qilinadigan, buziladigan haligi sho'rni ishlarni qilib olinadi. Radiatorlar montaj qilib bo'lganimizdan keyin o'sha undan keyin o'sha Terraplex, xullas Penaplex, Terraplex bilan tashab, undan keyin o'sha gidroparaboliya, keyingi anaqalarimiz o'sha to'plepol shlankalarni montaj qilganimizdan keyin o'sha butun xonani devorlarning chetiga demperniy lentalar bilan mana shunaqa montaj. Shu yerda ko'rdim, demperniy lenta. Yo podvalda ko'rdim. Kotyollarni ham dadasini qo'yib qo'yibsiz, Visman ekan. Kotyollar Visman kondensatsionniy kotyol olindi. Bu ham o'sha ekonomga. Xudo xolasa o'sha ekonomga. Keyin ana nima? Voda nagrevatel. U yerda ham 100 litrli voda nagrevatel o'sha Royal termo. Nержавейки zo'r, ha? Alloh xayrli qilsin.
Endi bularni odam ko'rib o'zi haligi bola bilan gaplashdiki Bahronboy bilan, egasi bilan, xonadonning egasi. Haligi gapirayotgan gapini o'zida ham o'ziga ham talab kuchli qo'yar ekanda. Aytdi-yu, bozorda olsam eng zo'rini olaman deb, haligi go'shtchi deyapti, oshxonachi ekan deb. Eng zo'rini olaman. Na prinsip eng zo'rini olaman deyapti. Bu yoqda ham mana o'ziga quryapti. Eng yaxshilik, sara yaxshi narsalardan olgan. Planirovkasini ham ko'rib havosim keldi. Bir andaza olish kerak-da. Biz misoldan bolalarimizga yo mana aka ukalarga aytsak bo'ladi, u andaza olgan mana shunaqa odamlardan. Haligi o'ziga zo'r talab qo'ysa, boshqadan ham shuni talab qiladi-da keyin. O'sish bo'ladi. Ani burchaklarni ko'rib men havas qildim. Foydalanganda haligi qiytiq joylardan. Baraka topsin. Endi kimga mana shunaqa zo'r mazza qilib foydalanadigan отопление, водоснабжение, drenaj kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar-da. Salomat bo'linglar.